Sadullayev birinchi yildan bunday markazlarning o'qituvchilarini agentlik hisobidan AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Yaponiya kabi ilg'or ta'lim markazlariga stajirovkaga yuborishni yo'lga qo'yilgan tizim qilsin. Ko'mak dasturi doirasida 130 million so'mgacha foizsiz sud ajratish yo'lga qo'yilgani uchun olis va chekka hududlarda 6 oy ichida xorijiy til o'rgatayotgan 120 dan ziyod o'quv markazlari ish boshladi. Ushbu o'quv markazlarida 3000 dan ortiq yoshlarga chet tillar o'qitilyapti. Bunday o'quv markazlarini tashkil qilib, tajriba orttirgan yosh tadbirkorlar uning atrofida IT va zamonaviy kasb markazlari, kutubxona, sport to'garaklarini ochishni taklif beryapti. Sadullayev ko'mak loyihasi doirasida o'z biznesini boshlab, yaxshi natija ko'rsatgan yoshlar faoliyatini kengaytirish uchun 300 million so'mgacha foizsiz sud ajratish yo'lga qo'ysin. Endi olis hududlarda o'quv markazlari ijtimoiy soliqni 1% miqdorida to'laydi. Ulardagi o'qituvchilar uchun daromad solig'i 7,5% bo'ladi. Sadullayev Alisher 1-iyungacha xususiy o'quv markazlari bilan hamkorlikda yiliga 20 ming yoshlarni kelajak kasblarga o'qitish dasturini ishga tushirsin. Har bir tumanga 500 million so'mgacha sud ajratib, texnikum va o'quv markazlarida kasb-hunar laboratoriyalarini tashkil qilsin.